Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda O'zbekistonda juda mashhur bo'lgan ixcham yuk avtomobillaridan biri, yangi 2026 yil Chevrolet Labo haqida gaplashamiz. Agar siz yangi avtomobillar, yuk mashinalari va O'zbekistondagi avtomobil yangiliklariga qiziqsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. 2026 yilgi Chevrolet Labo o'zining ixcham hajmi, amaliyligi va kundalik ishlar uchun qulayligi bilan e'tiborni tortadi. Bu avtomobil katta yuk mashinasiga ehtiyoj sezmaydigan, ammo mahsulot va turli xil yuklarni tashish uchun ishonchli transport izlayotgan haydovchilar uchun qiziqarli variant bo'lishi mumkin. Avvalo, uning tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Chevrolet Labo juda katta avtomobil emas, ammo uning kuzov tuzilishi ish uchun juda qulay. Ixcham o'lchamlari sababli tor ko'chalarda harakatlanish, bozorlarga kirish, yuk ortish va tushirish hamda shaharda parkovka qilish osonroq bo'lishi mumkin. Aynan mana shu xususiyat Laboni kundalik tijorat ishlari uchun amaliy transport vositasiga aylantiradi. Old qismida sodda va funksional dizayn ko'zga tashlanadi. Labo hashamatli ko'rinishdan ko'ra amaliy foydalanishga urg'u beradi. Uning asosiy vazifasi haydovchiga kundalik ishlarni bajarishda yordam berish va yuklarni kerakli manzilga yetkazish. Endi eng muhim qism, yuk tashish imkoniyatlariga o'tamiz. Labo kichik do'konlar, savdo nuqtalari, yetkazib berish xizmatlari va turli biznes faoliyatlari uchun foydali bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlari, hojalik buyumlari, savdo mollari va boshqa yengil yuklarni tashishda uning ixcham kuzovi amaliy yechim beradi. Yana bir katta afzallik, manevr qobiliyati. Katta yuk avtomobillari uchun qiyin bo'lgan tor ko'chalarda kichik avtomobil bilan ishlash ancha qulay. Ayniqsa shahar ichida kun davomida ko'p marta to'xtash va harakatlanish kerak bo'lsa, ixcham kuzov katta yordam beradi. Salon haqida gapiradigan bo'lsak, Chevrolet Laboda asosiy e'tibor hashamatga emas, balki soddalik va foydalanish qulayligiga qaratilgan. Haydovchi uchun zarur boshqaruv elementlari mavjud bo'lib, avtomobilni kundalik ish jarayonida boshqarish oson bo'lishi kerak. Yoqilg'i tejamkorligi ham bunday avtomobilni tanlashda muhim masalalardan biridir. Ish uchun ishlatiladigan transport vositasi ko'pincha har kuni uzoq masofani bosib o'tadi. Shuning uchun yoqilg'i xarajatlarini nazorat qilish biznes egasi uchun juda muhim. Albatta, real yoqilg'i sarfi yo'l sharoiti, yuk og'irligi, haydash uslubi va avtomobilning texnik holatiga qarab farq qilishi mumkin. Texnik xizmat ko'rsatish masalasi ham alohida ahamiyatga ega. Ish avtomobili doim tayyor holat